こんにちは、皆さん。私の名前は海田ash郎です。今日、ドリームスクールに日本の名古屋から来ました。Assalomu alaykum barchaga. Ismim Umida Ashurova. Mana bugun shu Qo'qon shahri yaqinida joylashgan Dream School maktabiga tashrif buyurdim. Bir nechta sinflarda yapon tilida suhbat, katta sinflarda ingliz tilida suhbatlar olib borib, Dream School maktablarini o'quvchilariga bitta bir katta motivatsion bir tavsiyam bor edi. Dream big, ya'ni katta orzularni qilinglar va albatta o'shalarga biror kun erishasizlar degan ma'noda bugun har bitta o'quvchi bilan suhbatlashib, ularga motivatsiya berishga harakat qildim. Maktab juda ham yaxshi tashkil qilingan, o'quvchilar juda ham aqlli, intellektlari baland, til ko'nikmalari juda ham baland bo'lgan o'quvchilar juda ham ko'p. Men ancha qattiq yaxshi ta'sirlandim. O'zbekistonimizda shunday xususiy yaxshi maktablar ko'payayotganidan bir pedagog sifatida Yaponiya universitetlarida dars berayotgan odam sifatida juda ham xursandman.